Hop, bermoqchi bo'lgan maslahatim bu mastitlar. Mastitni ilk bosqichi deydi. Ilk davrida ko'pincha ayolda hech qanaqangi o'sha belgi bo'lmaydi. Bu paytda oddiygina usul, kamferniy maslar og'riyotgan joyga Vishnevskiy mas. Mana shu ikkita protsedurani o'zi mastitdan olib chiqib ketib bo'ladi va o'sha ko'krakni yaxshilab, yengil massaj, ya'ni qon aylanishini yaxshilash kerak va ayol tinchlana bilishi kerak. Ya'ni emotsional, shu chaqaloq asabiylashganda ham, u birdan o'sha bolasi nimadir bo'lib qolganda ham ayol asabiylashish hisobiga sut qotib qoladi. Shu uchun yengil yo'li mana shu kamferniy maslar и Vishnevskiy mas o'sha mesniy joyga qo'yiladi va sut sog'ib tashlanadi. Shu yo'l bilan asta-sekin chiqib keta olishi mumkin ayollarimiz. O'sha oxirgi yiringlash davrida albatta xirurgga murojaat qilishlari lozim hisoblanadi.